Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli, chorva ishqibozlari, Angus ishqibozlari. Bugungi video roligimiz Angus ishqibozlari uchun bo'ladi. Aynan Angus buqazlab yurganlar uchun, yemlayman, boqaman, zotga olaman deganlar uchun. Bugun Angus ishqibozlari uchun bomba video bo'ladi, xudo xohlasa. Bugungi chiqargan Anguslarimizni bo'ybastlarni anaqa qisqacha bo'lib qoluvdi, ayta olmadik yoki yetilib ko'rsatmagandik. Mana bugun har birini alohida yetilib ko'ramiz. Mana birinchisi. Mashalloh. Anguslar. Bular hammasi buzoq. Mana bu birinchisi. Bo'ylari 1.25. Vaznlari 450 plus 500 ga yaqin. Beslar. Mana hamma tarafini aylantirib ko'rsatamiz. Bo'yinlari, yelkalari, orqalari. Kimda kim zotga olaman desa ham bemalol chopadi, zotga ham bo'ladi. Yemlayman desa ham hali buzoq, yoshiga to'lmagan. Tuxumbosh, toza qonli Aberdeen Angus. Mana tuxumbosh yelkalari. Nech pul deymiz buni bahosini? Endi o'shakini 33,5 deb qo'yilgandi. O'shanday 33,5 kami bor. Xayri bor, o'zi yaqin aytilyapti. Katta narsa, yirik narsa kelib ko'z bilan ko'rsalaringiz, har videoda biroz bilinmaydi qanaqaligi mol. Yirik narsa juda ham. Bemalol kelib savdolashib ko'rib olaverasizlar. Mashalloh. Haydangchi ikkinchisini chiqaraylik endi. Mana ikkinchisi, qadrli obunachilar. Buqamiz. Hammasi deyarli bir xil, mana tuxumbosh, toza qonli Aberdeen Angus. Buni ham bo'yi 1.25. Hammasini bo'ylari ham bir xil. Deyarli vaznlari ham bir xil. Mana kallalar. Tuxumbosh. Toza qonli. Bu ham buzoq hali. Orasida eng yoshi menimcha mana shu bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hali eng yoshi bularga nisbatan, bu ikkalasiga nisbatan ham yoshi kichkina. Bemalol kelib, buni ham savdolashib olaverasizlar. Buni narxini ham 33,5 million so'm deyilyapti. Xayri bor. Kelib ko'rib, zotga ham bo'ladi, zotga ham bo'ladi, chopadi, hammasi ham chopadi. Zotga. Orqalari. Orqa korobkalari. Nima bersaydi? O'tda xo'ra lekin. Juda ham xo'ra, zavod. Mashalloh. Hamma narsa yeydi. Somon bu yerda hech narsa aralash tanlamaydi. Uni o'zi Angus boqib yurganlar juda yaxshi biladi. Uchinchisini ko'rsataychi ismidagi. Asta kirgizib qo'ying. Joningdan, joning sog' bo'lgur. Mana 1, 2, ana endi uchinchisi. Va uchinchisi bularga nisbatan ozroq baquvvatroq, kattaroq. Shunday ushlasangiz ham bo'lar ekan yechmasdan. Mana. Bemalol zotga ham, boqaman desa dehqonchilikka ham bo'laveradi. Yeb ichishlardan muammo yo'q, sog'lig'i. Bu ham buzoq, hammasi buzoq, uchalasi ham buzoq. Tish yormagan, hali tish buzmagan. Ko'rib, kelib savdolashib olaverasizlar. Joyveslari 500 kiloga yaqin. Videoda qanday ko'rinyapti, lekin kelib real ko'z bilan ko'rib savdo qilib olganga yetmaydi. Onlayn savdo ham bor. Telefon nomerlarini qoldiramiz ekranda. 97 178 0402 97 505 51 51 raqamiga telefon qilasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Buning narxi ham 33,5 million so'm xayri bor. Uchalasini bir joyga olaman deganga yana kelishtirib beramiz, xudo xolisa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.